Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar davomida qo'shni respublikalar hududi orqali transmilliy jinoiy uyushma a'zolari tomonidan katta miqdordagi giyohvandlik vositalari kontrabanda yo'li bilan respublikamiz hududiga olib kirilishiga chek qo'yildi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari, davlat xavfsizlik xizmati, shuningdek bojxona qo'mitasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbir natijasida muqaddam jinoyat kodeksining 273-moddasi 3-qismi bilan sudlangan 1987-yilda tug'ilgan fuqaro transmilliy jinoiy uyushmaning O'zbekistondagi tashkilotchisi ekanligi aniqlandi. U o'zining bu kabi jinoiy harakatlarga turmush o'rtog'ini ham sherik qilib kelgan. Ushbu shaxs xalqaro jinoiy uyushma tuzgan holda davomli tarzda giyohvandlik vositalarini O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish bilan shug'ullanib kelgan. Tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan Farg'ona viloyat Qo'qon shahrida o'tkazilgan tadbirda narko jinoiy guruh tashkilotchilari bo'lgan er-xotin narko kuryerdan 5 kilogramm 454 gramm gashish giyohvandlik vositalarini qabul qilib olgan vaqtda qo'lga olindilar. Ko'ryapsizlar, aholisi haydovchi o'rindig'ining yonidagi oq rangli chiqargan. Ishtirokchilaringlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dona bo'lakda. Ko'ryapsizlar, qo'ng'ir rangli, o'tkir xilli mana xillar ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi holisi nima edi kelyapti? kimdan oldingiz? Bitta kishi kelib tashlab ketdi. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, narko jinoiy guruh tashkilotchilari bo'lgan ushbu oilaning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda yotoqxonasidan 1 kilogrammga yaqin gashish giyohvandlik vositalari, tarozi, opiy giyohvandlik vositasi bilan qoplangan oshxona anjomlari, 84 dona paketlarga bo'lingan mo'miyo, 3 dona telefon va 15.600 AQSh dollari hamda 72 million so'm pullar protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida 6 kilogramm 352 gramm gashish giyohvandlik vositalari iste'moldan olib qo'yildi. Mazkur holat yuzasidan narko jinoiy tashkilotchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, qamoqqa olingan. Respublikamiz hududlari bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida yana bir qo'shni davlat fuqarosi O'zbekistondagi narko jinoiy guruh tashkilotchilari bilan o'zaro kelishgan holda jinoiy faoliyatini amalga oshirayotgan vaqtda fosh etildi. Tezkor tadbirda Farg'ona viloyat Quvasoy shahrida yashirib ketilgan 5 kilogramm 632 gramm gashish giyohvandlik vositalarini 1994-yilda tug'ilgan shaxs va uning sherigi 2008-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan yigit bilan sheriklikda olgan vaqtda qo'lga olindi. Aniqlanishicha, ularga muqaddam jinoyat kodeksining 273-moddasi 3-qismi bilan sudlangan fuqaro hamda 2000-yilda tug'ilgan shaxslar rahnamolik qilgan. Ularning ko'rsatmalari hamda tashlab bergan geolokatsiyalar bo'yicha ushbu yukni olib borib berishlari lozim bo'lgan. So'ngra olib borilgan tezkor tadbir natijasida tashkilotchilar ham Quvasoy shahrida qo'lga olindilar. O'tkazilgan tezkor tadbirda jami 5 kilogramm 632 gramm gashish giyohvandlik vositalari yurtimizda tarqalishiga chek qo'yilib, minglab fuqarolarimizning sog'lig'iga zarar yetishining oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Giyohvandlik har qanday jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yo'liga g'ov bo'lishi bilan birga, ayniqsa yoshlarning salomatligi va kelajagiga rahna soladi. Shu bois ushbu illatga qarshi mamlakatimizda keskin kurash olib borilmoqda. Agarda siz ham shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram kanaliga yoki ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.